qayoqqa borishi belgilandi. Milliardlab odamlar ikki guruhga ajratildi. Ba'zilari jannatiy, boshqalari do'zaxiy. Jannat eshigi yonida kutayotganlarning yuzlari quvonchdan porlamoqda. Ular so'nggi maskanlariga kirishni kutmoqdalar. Nihoyat jannat darvozalari birma-bir ochila boshladi. Unga kiruvchilar xotirjamlikni his qilishdi. Xuddi yelkalaridan barcha majburiyat ketgandek. To'satdan hamma yoqni yoritgan nur paydo bo'ldi. Jannatdan bir ovoz eshitildi. Sizlarga salom bo'lsin, sizlar poklandingiz, endi jannatga kiring. Mo'minlar